Assalomu alaykum. Gold Clinic kuzatib boruvchilari. Bizning korxonamizga Qashqadaryo viloyatidan Asilbek ukamiz keldi. O'zi 2005-yil mustaqil ravishda mana fasadni klinika biznesini boshlayapti. Alloh taolo baraka bersin. Mukammal darajada o'rgandi, shashilmadi. Xudo xolasa keldi. Mehmonimiz bo'lib, necha kun o'rgandingiz Asilbek? 15 kun shu yerda bo'ldim. Yaxshi o'rgatishdi hammasi. O'rgatuvchilar hammasi mukammal o'rgatadi. Tushunmagan narsani tushuntiradi, zo'r o'rgatadi. Fasadni klinika biznes haqida nima deysiz? Mana boshqa viloyat, boshqa davlatdan juda ko'pchilik kuzatib, bu biznesni qilmoqchi bo'lib bizga yozadi, qiziqib. Tavsiya qilasizmi? Shularga tavsiya qilaman, kelib, o'rganib boshlashini. Yaxshi yotoq joyi bor. Yaxshi issiqxonalar, yeb-ichishlar hammasi bor. Xudo xolasa kimga fasadni kerak bo'lsa, Asilbek ukamiz nomerini qoldiramiz videoda ostida. Albatta aloqaga chiqinglar. Biz aloqada bo'lib turamiz. Sifatlari bir xil bo'ladi Gold Clinic bilan. Plita biznesga qiziqib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, videoda ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Kelsanglar, o'zimiz kutib olamiz, mehmon qilamiz. Mehmonimiz bo'lib fasadni plita biznesini boshlaylar.